har kimni baraka topkurlar niyatiga yarasha hayoti ekanligini men ko'zim ko'rib kelyapman. Hayotingizda xotiningiz bormi? 40 ga kirganda bu sizning niyatingiz. Farzandingiz bormi? Niyatingizga yetibsiz. Xotiningiz yo'qmi? Niyatingizga yetibsiz. Eringiz yo'qmi 40 ga kirganda? Niyatingizga yetibsiz. Oilangiz mustahkammi? Niyatingizga yetibsiz. Barakasi bormi? Barakasi yo'qmi? Niyatingizga yetibsiz. Hayotdagi hamma narsa bu sizning niyatingizni hayotga tatbiq bo'lganini. O'sha narsa shuning uchun birovni qo'liga qarab yashayapsizmi? Niyatingizga yetibsiz, nolimang. Yeyishga noningiz yo'qmi? Niyatingizga yetibsiz. Orzuyingizga, murod maqsadingizga tabriklayman. Insonni niyati atrof muhitga qanday ta'sir qiladi? Qanday ishlaydi? O'sha tomonda olimlar bilan birgalikda tajribalar o'tkazib turib, o'shandan keyin klub ochildi. Qo'li tushiring. Bu dunyoda siz bilan biz bilgan narsa bor, bilmagan narsa bor. Endigina tetaboya bo'lgan bolacha ayaziga qarab turib tentak deydi. Birinchidan o'zi tentak degan so'zni ma'nosini ham bilmaydi. Qayerdadir eshitib olgan. Chunki o'zini ikkinchidan aql deb biladi. 4 yoshlik bolaga nimani siz tushuntirib bera olasiz, nima qo'lingizdan kelmaydi. 10 yoshli bolaga nimani siz tushuntirib bera olasiz? Ming aqlli bo'ling, ming ilmli bo'ling. Qaysi joyda sizning imkoniyatingiz to'xtaydi? Uni olish imkoniyati bor. Sizni berish imkoniyatingiz farq qiladi. 20 ga kirgan yigitga ham bitta yigit qizga gapirganingizda 90% aytmoqchi bo'lgan so'zlaringizni aytmaysiz, chunki yetmor aqli tashna emas, qalbi tashna emas. Ular boshqa joyi bilan o'ylaydi. 30 yoshli qizga ham xuddi shunaqangi. 30 yoshli bola bilan yigit qiz bilan gaplashsangiz, ular endi aql, farosatni kindigida yashayapman deb o'ylaydi. 60 ga kirgan odamni qarib chirib ketgan odam deb o'ylaydi. Maktabga birinchi borgan paytlaringizda, birinchi sinfga borganingizni eslaysizmi? Birinchi sinfga borganingizda, bir vaqt birinchi sinfga borganingizda hamma qatari gulni quchalab turgan paytlarimizni eslaymiz. Men olib borganimni bilmayman, gulni olib borganman. Yondagilarda guli bor edi. Nargi tomonda burto'da xolalar bilan amaki tog'alar turuvdi. Qator. Burto'da katta odamlar. Sigirdek, ho'kizdek. Sigirlarda hammasining yelini bor, mondo. Katta xolalar. Ular ham maktabda bitiruvchilar ekan. Hayron bo'ldik. Bo'ylari bana bunday. Eslaysizlarmi yo'qmi? Endi qarang, maktabda tugatadigan paytingizda o'zingizni rosa balog'atga yetgan deb hamma narsani biladigan his qilganmisiz? Endi hozir qarang. Burni hali archishni ham o'rganmagan maktab tugatib turadi. Farosatda f harfi yo'q. Aqlni A harfi yo'q. Hayot tajribasini H harfi yo'q. 30-60 yoshli odam 30 yoshliga qaragan paytda siz o'zingizdan 30 yoshli kichkinaga qarangchi. 30 yoshli. Ya'ni siz 30 ga kirgan bo'lsangiz, siz necha kirdingiz?
26. Mayli, 26 yosh kichkinaga qarang. 20 yosh deylik. 6 yoshliga bolaga kallangiz to'g'ri keladimi? Shuning uchun baraka topkurlar. Birinchi navbatda necha yoshdasiz? 36. Xotin chatoyagana qaritib yuboribdi. Farzand nechta? Ishda. 30 ga kirgansiz, mazga 36 dedimmi? Farzand nechta? Ishda. Qo'shamiz, ana 36 kelib chiqadi. Xotiningiz zo'r ekan, yaxshi ekan, qaritmabdi. 3 ta bolani qanday boqaman deb qarib ketibsiz. 36. Endi sizga qaraganda siz o'zingizdan 32 yosh kichkinaga qarab nima aytsam ekan, nimasi yetib borar ekan deb qiynalib ketib o'tiribman. Tushundingizmi? Birinchi navbatda oralaringizda hech nimani bilmaydigan odam bormi? Qo'lini ko'tarsin. Sizmi hech nimani bilmaydigan? Bekorda 5 tasini aytasiz. Meni oldimda siz bir tiyinsiz. Men hech nimani bilmovchilar podshosiman. Hech nimani bilmasligingizni his qilmas ekansiz, qalb ko'zi ochilmaydi. Hech kim emasligingizni bilmasdan turib qalb ochilmaydi. Palonchi mahallani ekanligingizni esingizdan chiqarmasdan turib, kimligingizni esingizdan chiqarmasdan turib qalb ochilmaydi bolam. Shu joyda bitta aytaman, bir narsani ko'p eshitgansizlar, kafanni qistasi bo'lmaydi. Kafanni cho'ntagi bo'lmaydi. Bu dunyoda biror nimaga siz bog'liq ekansiz, o'sha joyga suzayotgan odamni bo'yniga osilgan tegirmon toshidek o'sha joy ushlab qoladi. Qalb ochilmaydi. O'y sizlarga aytdim, aytib his qilish orqali olinadigan ilmni tushunish yo'li bilan olib bo'lmaydi. Ko'z bilan quloqning vazifasi boshqa. Yurak bilan oshqozonni vazifasi boshqa. Ana undan keyin boshlanadi yo'l. Shuning uchun oralaringizda kim bu odam nimaga bunaqangi dag'al gapiryapti deb xafa bo'lgan bo'lsa, sizlardan keskin va chuqur kechirim so'rayman men birortalaringizga. Bu joyga asabingizga tegish yoki nafsiyonatingizni tegish uchun kelgan emasman. Sizlarga bitta narsani bir vaqtni o'zida ko'rsatishga keldim. Birinchisi, tirikchilikdan qanaqangi odamlar chiqadi? Chiqish uchun tirikchilik qulligidan nima kerak? Degin keladi, deyolmaysan. Bu ham Alloh taoloning mo'jizasi. Alloh taolo insonning qo'liga hamma narsani bergan. Hamma narsani. Va o'sha bergan narsasi uni ulug' qilgan. Ya'ni bu tomonga nurga ketish yoki qaro zulmatni yo'lini oson qilib qo'ygan, nurni yo'lini qiyin qilib qo'ygan. Osonni qiyini bor, qiyinni osoni bor.
Mana oralaringizda o'tiribdi. Yoningizda. Yoningizda o'tiribdi. Moddiy qiyinchilikdan chiqqanlar. Bir kuni kelib, 1000 pulingiz bo'lsin. 1000 pulingiz bo'lsin. Qizingizni kuyovingiz ko'tiga bir tepib jo'natib yuborsa, hech balo qila olmaysiz. Shohonshoh bo'ling. Shohonshoh bo'ling. Ajal kelsa, ota, ona, uka, aka, ukani ushlab qola olmaysan. Puling bo'lsin, amaling bo'lsin, taxting bo'lsin, pulni chegarasi bor, amalni chegarasi bor. Mana shu chegaralar tugaganda u yog'i nima bor ekan deb izlagan odamlardan biri yoningizda o'tiribdi. Keyin qarasak, shu gaplarni izlagan paytda ustozlarni aytgan gap yodga tushib, "Ey, nimaga shuncha?" U ustoz o'tib ketibdi, bu deb turib jon g'alakda yugurib kelib, "Shu aytgan gapingizni yetib borish uchun menga 20 yil ketdi, ustozim." deb aytgan paytlarim bo'lgan. Ha, juda tez yetib bordi senga, qolganlarga hali ham yetmagan. Menga afsuski. Million dollarlarni bir tiyinga qimmat ekanini bilgandan keyin, dunyoni amali bitta chanchalik kuchi yo'qligini bilganingizdan keyin ulardan yuqoriroq bo'lgan paytda boshqa kuch borligini bilganingizda ana o'sha paytda ehtimol kerak bo'larmiz. Dunyoni zabt etgan, dunyoda Guinness kitobiga qarasangiz, kattalik bo'yicha, dunyo bo'yicha eng katta mamlakat imperiya tashkil qilganlardan bittasi Chingizxondan keyin 2-o'rinda Amir Temur bobomiz turadi. O'layotgan paytida mani pirimni oyog'ini tagiga borib ko'minglar deb Samarqandga borganingizda maqbaraga kiring. U yoqni piri birinchi bo'lib turibdi. Uni oyoq tomonida Amir Temur, Ulug'bek farzandlar nevara chevarasidan yotibdi. Nima uchun? Mana shu insonni his tuyg'usi nimalarga olib kelar ekan deyish tekshirish natijasida, uni qayta tekshirish natijasida chet ellarda bitta Baxmalni qir bag'rida eshak minib qanorga somon tashib yurgan bir bola akademik bo'ldi. Boshqa akademiyalar, ko'plab akademiyalar rosa g'ururlanib o'sha paytda kibrlanib, keyin borib qarasak, bir otani, bir onani bir mehr bilan qilgan duosini biz tekshirgan ekanmiz, o'lchagan ekanmiz, ularni qaytarib ko'rgan ekanmiz. Bugun men sizlarga eng tushunish qiyin bo'lgan, mutlaqo aql yetmaydigan, bemehnat harakat qilmasdan turib aql farosat yetmaydigan temani ko'tardik. Inson kayfiyati masofaga ta'sir qilish bo'yicha dunyoning nari chekkasidagi sizga biz unga ta'sir qila olishimizni qo'lingizni ko'taring, Hindixo'q. O'shani orqasidan akademik bo'lganman. Shularni har kimni baraka topkurlar niyatiga yarasha
hayoti ekanligini men ko'zim ko'rib kelyapman. Hayotingizda xotiningiz bormi? 40 ga kirganda. Bu sizning niyatingiz. Farzandingiz bormi? Niyatingizga yetibsiz. Xotiningiz yo'qmi? Niyatingizga yetibsiz. Eringiz yo'qmi 40 ga kirganda? Niyatingizga yetibsiz. Oilangiz mustahkammi? Niyatingizga yetibsiz. Barakasi bormi? Barakasi yo'qmi? Niyatingizga yetibsiz. Hayotdagi hamma narsa bu sizning niyatingizni hayotga tatbiq bo'lganini. O'sha narsa shuning uchun birovni qo'liga qarab yashayapsizmi? Niyatingizga yetibsiz, nolimang. Yeyishga noningiz yo'qmi? Niyatingizga yetibsiz. Orzuyingizga, murod maqsadingizga tabriklayman. Insonni niyati atrof muhitga qanday ta'sir qiladi? Qanday ishlaydi? O'sha tomonda olimlar bilan birgalikda tajribalar o'tkazib turib, o'shandan keyin klub ochildi, qo'li tushiring. Shuning uchun kosangiz oqarmasa, bu oydan bu oyga qora qozoningiz qaynalmayotgan bo'lsa, bu kuningizgadan battar bo'ling, niyatingizga yetibsiz. Ustoz Mirzakarim Norbekov va Shohrux Norbekov bilan 3 kunlik intensiv chegarasiz muvaffaqiyat. Ushbu 3 kun sizga sizni joyingizda ushlab turgan to'siqlarni yengib o'tishga, tashqi yordamni kutmaydigan, imkoniyatlarni o'zi yaratadigan tadbirkor sifatida fikrlashni o'rganishga, ortiqcha bosimlarsiz oila va ish o'rtasida barqaror muvozanatni topishga, sizni o'sishga va oldinga harakat qilishga undaydigan ishonchli va hurmatli insonlar hamjamiyatining a'zosi bo'lishiga yordam beradi. Qanday qilish kerak va qachon biznesni to'xtatish kerak? Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi havolani bosib, ma'lumotlaringizni qoldiring.